Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni o'tamiz. Mavzumiz bolalarni maktabga tayyorlashda o'yinlarning ahamiyati. Reja. Birinchi rejamiz o'yinning bolalar faoliyatining asosiy turi sifatida o'ziga xosligi. Ikkinchi reja maktabgacha ta'lim tizimida o'yinlar texnologiyasidan foydalanish metodikasining ahamiyati va zaruriyati. Uchinchi rejamiz maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantiruvchi o'yin turlarining xususiyatlari. Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida o'yinlar muhim o'rin tutadi. O'yinlar bolaning jismoniy, aqliy va ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi va ularda maktabga zarur bo'lgan ko'nikma, malaka, qobiliyatlarni shakllantirishiga yordam beradi. Quyidagi o'yinlarning ahamiyatini yorib berishga harakat qilaman. Kognitiv rivojlanish. O'yinlar orqali bolalar yangi bilimlarni osonroq o'zlashtiradi. Masalan, matematik o'yinlar hisob-kitobga qiziqishini oshiradi. Mantiqiy o'yinlar esa tahlil qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirib beradi. Til ko'nikmalarini rivojlantirish. O'yinlarda qatnashish jarayonida bolalar o'zaro muloqot qiladi va yangi so'zlarni o'rganadi. Masalan, rolli o'yinlar orqali ular so'z boyligini oshiradi va fikrlarini ravon ifoda etishga o'rganadi. Ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish. Jamoadagi o'yinlar bolalarni o'zaro hamkorlik qilish, navbat kutish va boshqa bolalarning fikrlarini hurmat qilish kabi ijtimoiy qoidalarga o'rgatadi. Bu esa ularda maktabga yangi do'stlar orttirishiga yordam beradi. Emotsional barqarorlik. O'yinlar bolalarda o'z his-tuyg'ularini boshqarishni o'rgatadi. Masalan, yutqazishni yoki muvaffaqiyat qozonishni o'rganish orqali ular sabrli bo'lish, stress bilan kurashish ko'nikmalari shakllanadi. Motivatsiya va ijodkorlik. O'yinlar bolalarning o'rganishga qiziqtiradi va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. Bu maktabdagi darslarda muhim bo'lgan ijodkorlik va qiziquvchanlikni rivojlantirish uchun zamin yaratadi. Jismoniy rivojlanishi. Faol jismoniy o'yinlar bolalarning motorik ko'nikmalarini, masalan, muvozanatni, tezkorlikni va harakatlarni muvofiqlashtirishiga rivojlantiradi. Misollar keltiramiz. Raqamli o'yinlar. Matematik va mantiqiy muammolarni yechishga mo'ljallangan o'yinlar. Rol o'ynashda, do'kon o'ynash, do'kon o'yini yoki oila o'yinlari. Ijodiy o'yinlar. Rasm chizish, qurish to'plamlari bilan ishlash. O'yinlar bolalarning maktab hayotida moslashish jarayonini osonlashtiradi va ularga muvaffaqiyatli o'qish uchun zarur asosiy ko'nikmalarni beradi. Xulosa qilsak, o'yin bolalarning faoliyatidagi asosiy turi sifatida bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu xususiyatlar o'yin jarayonini nafaqat qiziqtiradi, balki tarbiyaviy va rivojlantiruvchi faoliyat sifatida ham muhim hal qiladi. Quyidagi o'ziga xos tomonlarini men keltirib o'taman. Ixtiyoriylik. O'yin bolalar tomonidan ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. Ular o'z qiziqishlariga qarab o'yinlarda faol ishtirok etadi. Bu esa bolalarning erkinligini, fikrlashini rivojlantiradi. Rollarni ijro etish. O'yin jarayonida bolalar o'z his-tuyg'ularini faol ifoda etadi. Bu esa ularning emotsional, intellektual rivojlanishiga yordam beradi. Ijodiylik. O'yin jarayonida bolalar o'zlarining tasavvuri va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Ular o'yin qoidalarini o'zlari yaratishi yoki o'zlashtirishi mumkin. Tajriba olish. Bolalar o'yin orqali atrof muhitda o'rganadi, turli vaziyatlarni sinab ko'radi va tajriba orttiradi. Bu ularning bilim va ko'nikmalarini oshiradi. Hamkorlik va muloqot. Ko'pgina o'yinlar jamoaviy bo'lib, bolalarning boshqa bolalar bilan hamkorlik qilishiga, muloqotga kirishishiga, ijtimoiy qoidalarni tushunishiga o'rgatiladi. Qoidalarning mavjudligi. O'yinlarda ma'lum qoidalar bo'lishi mumkin. Bu qoidalar bolalarga mas'uliyat va intizomlikni shakllantirishiga yordam beradi. Tarbiyaviy ahamiyati. O'yin jarayonida bolalar axloqiy, estetik va madaniy qadriyatlarni o'rganadilar.
Shunday qilib, o'yin bolalar uchun qiziqarli, tabiiy faoliyat bo'lib, ularning jismoniy, aqliy, ijtimoiy va hissiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon orqali bolalar hayotga tayyorlanadilar. Gacha ta'lim tizimida o'yinlar texnologiyasidan foydalanish bolalarning har tomonlama rivojlanishi va ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv pedagogik jarayonlarni yanada qiziqarli va samarali qilish, bolalarning qobiliyatini rivojlantirish va ularda o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirishdan iboratdir. O'yin texnologiyasining ahamiyati. Bolalarning rivojlanishi uchun asosiy vosita o'yin. Bolaning ijtimoiy, hissiy, aqliy va jismoniy rivojlanishida asosiy vositalardan biri bo'lib hisoblanadi hamda bolalarda ijodkorlik, fikrlash va ijtimoiy ko'nikmalarni o'zlashtiradi. Motivatsiya va qiziqish. O'yin orqali ta'lim bolalar uchun oson va qiziqarli tus oladi. Bu ularning o'rganish jarayonida faol ishtirok etishiga imkon beradi. Tashabbuskorlikni rivojlantirish. O'yinlarda mustaqil qaror qabul qilishi, vazifalarni hal qilishi va ijodkorlikni namoyon etish imkonini yaratadi. Ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish. Guruhli o'yinlar bolalarda hamkorlik qilish, muloqot o'rnatish va jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Zaruriy metodlar, zaruriyati va metodikaning o'ziga xosligi. Ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirish. Har bir bola o'z qobiliyati va qiziqishlariga muvofiq rivojlanishi uchun o'yin texnologiyalarini differensiyallash yondashuvini ta'minlaydi. Interfaol metodlarni qo'llash. Didaktik, rolli, harakatli va innovatsion o'yinlar bolalarda faollik hamda diqqatni rivojlantirishda juda katta yordam beradi. Bolalarning yosh xususiyatlariga moslashuvchanligi. O'yin texnologiyalari bolalarning yosh xususiyatlariga mos shaklda ishlab chiqiladi va ularga o'ziga xos bo'lgan ehtiyoj va imkoniyatlarni hisobga oladi. Natijaviylikni ta'minlash. Bolalarning o'zlashtirilgan bilimlarini amaliyotda qo'llay olishi, ko'nikmalarni shakllantirish uchun o'yinlar real vaziyatlarga moslashtiriladi. Rolli o'yinlar. Bolalar turli rollarni o'ynab, ijtimoiy vaziyatlar va o'zaro munosabatlarni tushuna oladilar. Didaktik materiallardan foydalanish, rasmli kartochkalar, konstruktorlar, o'yin qo'g'irchoqlari yoki boshqa vositalardan foydalanish. O'yin texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Maqsadimiz o'yinni tashkil etishda ta'lim jarayoniga mos mavzuli o'yinlarni tanlab olish. Masalan, raqamlarni o'rgatish bo'lishi mumkin, boshqa o'yinlarimizni olib borishimiz mumkin. Rolli o'yinlar. Bolalar turli rollarni o'ynab, ijtimoiy vaziyatlar va o'zaro munosabatlarni tushunishni o'rganadi. Didaktik materiallardan foydalanadi. Rasmli kartochkalar bo'lishi mumkin, konstruktiv o'yinlar bo'lishi mumkin, qo'g'irchoqlar bo'lishi mumkin yoki boshqa vositalardan foydalanishi mumkin. Harakatli o'yinlar. Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush uchun harakatli o'yinlar juda katta ahamiyatga ega. Kreativ faoliyatini rivojlantirish. Bolalarni tasavvur qilish qobiliyatini rivojlantirish, ijodiy o'yinlar, masalan, rasm chizish yoki hikoya tuzishni tashkil qilishdan iborat. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktabgacha ta'limda o'yinlar texnologiyasidan foydalanish nafaqat bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi, balki ta'lim jarayonini samarador va qiziqarli qilish imkonini beradi. O'yin texnologiyalarini zamonaviy pedagogik yondashuvlarning ajralmas qismi bo'lib, har bir bola uchun o'yin juda ham muhim ahamiyatga egadir. Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantiruvchi o'yinlar bola shaxsini shakllantirish, aqliy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishga ko'maklashadi. Ushbu o'yinlarning o'ziga xos xususiyatlari quyidagicha. Ko'nikmalarni rivojlantiruvchi o'yinlar. Jismoniy rivojlantirish uchun harakatli o'yinlar, to'p bilan o'ynash, yugurish, sakrash bolalarning harakat koordinatsiyalarini, muskullarini rivojlantirishiga yordam beradi. Kichik soha uchun mozaika, qo'yish, plastilin yoki loydan shakllar yasash, qalam bilan chizish bolalarning barmoqlarini moslashuvchanligini oshirib boradi. Mantiq va xotirani rivojlantiruvchi o'yinlar, pazllar. Shakllarni to'g'ri rivojlantirish mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Xotira o'yinlar kartochkalarni jiftlashtirish yoki ko'rilgan narsani eslab qolish, xotira va diqqatni mustahkamlab boradi. Til, muloqot ko'nikmalarini rivojlantiruvchi o'yinlar.
Bu rolli o'yinlar. Doktor o'yini, oshpaz o'yini, do'konchi o'yini kabi o'yinlarni, ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Hikoya qilish va o'z o'yinlarida bola tasavvurlarini kengaytiradi hamda nutqi rivojlanib boradi. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiruvchi o'yinlar. Rangli, bo'yoqli va chizmali o'yinlar. Bolalar tasavvurini, rasmlarni chizadi va tasavvurni oshirishga yordam beradi. Mantiqiy o'yinlar, qiziqarli ritmlar va qo'shiqlarni o'rganish orqali musiqiy qobiliyatlarni ham rivojlantirib boradi. Jamoaviy va ijtimoiy o'yinlar. Guruh bo'lib o'ynaladigan o'yinlar, kubiklardan shahar qurish, jamoadagi topshiriqlar, bolalarda hamkorlik qilish va boshqalarni tushunishiga o'rgatadi. Tabiat va atrof muhitni o'rganishga qaratilgan o'yinlar. Tabiiy materiallardan foydalanib, narsalarni yasash yoki o'yinchoqlar, hayvonlar yordamida tabiatni tushuntirish bolalarga dunyoqarashini kengaytirishdan iborat bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu o'yinlar bolaning yoshiga, qiziqishlariga va rivojlanish bosqichlariga mos kelishi kerak. O'yin orqali o'rganish eng samarali metodlardan biridir. Hurmatli tinglovchilar, bu safargi mustaqil ta'lim topshiriqlarimizda bolalarni maktabga tayyorlashda o'yinlarning ahamiyati hamda didaktik o'yinlarga kartoteka jamlanmasi, didaktik o'yinlar kartotekasini tuzamiz. Shuning bilan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling.